Assalomu alaykum qadrli obunachilar, do'stlar, Ahmad Lovus kanalining ashaddiy obunachilari. Do'stlar, mana shunday toza havo, atmosferning top-toza suvni oldida choyxona bo'lsa yoki so'ri bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerda atiga 200 ming so'mga dam olgan bo'larmidilar. Do'stlar, bu yerda joylashgan bitta choyxonamiz bor, yangi ochilgan. Shu yer haqida bitta sizlarga obzorni qilamiz. Do'stlar, atiga 200 ming so'mga mana shu kelasizlar. Bu yerda xolasalaringiz 20 kishilik so'rlarimiz bor, xolasalaringiz 15 kishilik kichikroq so'rlarimiz bor. Xolasalaringiz undan ham kichikroq so'rlarimiz bor. Eng asosiyini aytaymi, bu yerda yozda ham nam havo bo'ladi. Shuning uchun yozda keladigan aka-ukalarimizga ham tavsiyamiz shuki, yo adiyalilarda yoki yupqa chashapilar olasizlar yoki sportivga yuqori sochda kelasizlar. Do'stlar, bu yerimiz yangi ochilgan, Andijonda joylashgan, Andijonda Shvetsariyasi deb nom olgan Xonobodda ham joylashgan Kampirobod degan joydamiz. Do'stlar, shundaykina birinchi qo'l, nima deydi? Birinchi qo'l emas, birinchi suv ombordan chiqqan suv bizdan o'tib qolgan joyga ketadi. Shunaqangi ajoyib jannat makon joyda dam olish xohlasanglar, tagiga nomerlarni chiqarib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Do'stlar, bundan tashqari kelsanglar, sharoitlari bor, oshxona sharoitlari pokiza holatda mana. Do'stlar, mana. Do'stlar, mana ko'rib turganlaringizdek oshxonasi, qozon o'chog'i, 3 ta qozoni bor. Bundan tashqari mana idishlari, hamma shart-sharoitlar bor. Mana. Xohlasalaringiz ovqatinglarni o'zingizlar kelib qilasizlar, xohlasalaringiz o'zlari qilishib beradi. Shunaqangi sharoitlari bor. Xohlasalaringiz yotishga ham sharoitlar bor. Do'stlar, mana ko'rib turganlaringizdek bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Do'stlar, hurmatli obunachilar, mana bemalol mana ko'ringlar, daryoda yana ham suv ozroq, xudo xolasa, yana mana yozda ko'paytiradigan bo'lsa, bu yerdagi shabodasini aytmaysizlarmi? Shunaqangi bag'ridriylarni ochtiradi, ayniqsa issiq joyda ishlab, issiq joyda qani endi salqin joyga borib dam olamiz deydigan aka-ukalarimizga bu videoni tashlab qo'yasizlar. Bu yerda aytayapman, yozda ham shunaqangi muzdekkina havo bo'ladi. Bu yerga cho'milamiz desanglar, agar yoz kunda ham soqot qolishingiz aniq. Do'stlar, mana video yoqsa albatta like va podpiska tugmasini bosinglar. Agar kimga mana shunaqa joydan yana videolar qilishimni xohlasanglar, kommentariyada yozinglar. Do'stlar, mana bemalol 20 ta odam bemalol sig'adi. Bugun to'g'ri tushunasizlar, sel yog'di. Shuni hisobiga odamlarimiz ham nima deydi, ertaroq ketdi va hali xo'p to'plab yig'ishtirishga ulgurib qoldik. Juda qattiq sel yog'di bu yerda. Havo yana ham tozalanib, muzdek havo bo'ldi, atmosferlik. Do'stlar, mana ko'raverasizlar, kimga mana shunaqa joylar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizni kanalni kuzatib boringlar. Bizni kanalda mana shunaqa joylar chiqarib boramiz. Do'stlar, video yoqsa albatta like va podpiska tugmasini bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.